Assalomu alaykum. Shu kunlarda kommersiy interyerlar bo'lyapti asosan. Gостиницаdan keyin ofis qildik. Hozir ofisdan keyin bilyard, game klub va fotosalon hozir prosessda ketyapti. Sizlarga hozir bilyardni planirovkasini ko'rsatmoqchiman. U yerda qanaqa joylashtirdik. Bu yerda 200 kvadratli joy, 6 ta bilyard sig'adi bu yerga. Bu devor bor edi, buni qoldirdik. Bu yoqdagi devorlarni olib tashladik. Bu yoqda shaxtamiz bor edi. Buni qanaqa qildik? Ishidan kirganda mana shu joyda logotip turadi yoki televizor qo'ysa ham bo'ladi. Bu tomonda bar, bu yerda bar, bu yerda oshxonasi, bu yerda sanuzel joylashgan. Har bitta bilyard oldida divan bo'lishi kerak. Divan bilan stoli. Buni shunaqa joylashtirib chiqdik. Har bittasini o'zining yoniga joylashtirdik va undan tashqari har bitta bilyard oldida bilyard toshlari va Kiyev mana yozib qo'ydim bu yerga. Mana shu yerga joylashtirdik har bittasini. Misol uchun buni yoniga, buniki bu yoqqa, bu yoqqa hammasini yoniga joylashtirib chiqdik. Shularni ham hisobga olish kerak, planirovka qilayotganda. Va oraliq masofasi aylanasiga 1,5 bo'lishi kerak, oraliq masofasi. Endi bu mana bu tosh Kiyevdan kelib chiqadi, ya'ni yog'ochidan kelib chiqib atrofidagi joy qolishi kerak. Endi bizada mana bu ikkalasi orasi agar ikkita odam teng bo'lib qolsa xalaqit beradi. Iloji boricha teng bo'lmaslikka harakat qilinadi endi. Shunaqa joylashtirildi. Bu foto studiya uchun qilib bergan modbordimiz. Bu xudo xolasa yaqin kunlarda bu ham bitadi. Va game klub modbordi bu. Bu yerda birinchi taklif qizil temirli va oranjiy temir qilamiz. Umumiy rangi qop-qora emasdi, sal seriyroq. Umumiy tushuntirib berdim mijozga. Bu yerda qora varianti, bu yerda ham detallari bor, ularni ham tushuntirib berdim. Va bu yerda qo'shimcha detallari. Bilyard uchun buni qildik. Bu yerda bitta variant tomli, bitta variant ochroq svetli, bitta variant podsvetkali va seriyroq svet va bu yerda qo'shimcha o'zining detallari bor, o'ziga yarasha buni ham mijozga tushuntirib berdik. Jarayonni qanaqa kechishini kuzatmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'ling, xudo xolasa jarayonni ulashib boramiz.